Sizlar bilan Shahriyorlar, Shahriyor mikrofonsizlar va bugun biz sizlar bilan Temur odam modini obzorini qilamiz. Qani bo'lsam ketdik do'stlar. Ko'tinglarda. Ana bo'ldi. Xo'sh, F5 modini ham ishlatib oldik. Birinchi o'rinda bu mod bizga mana bunda ikkita niqob qo'shib beradi. Va buni yozlarki va Temur odamning kashim qanday ishlar mumkin? Mana. Hamma Temur odam kashimlari. Birinchi ikkitasi Temur odamniki emas. Kimlar tapishga bor joyga o'rnatasizlar, tapishga bor joyga. Kim bu kashflar ishlash uchun sizlarga bunaqa reaktor kerak mana. Ko'rasizlarmi? Reaktor ark. Shuni o'rnatib olasizlar. Ko'rlarmi? Yurayda bunaqa turadi. Keyin bunaqa versiyasi bor, lekin bu bunaqa kostyum qo'shib beradi. Bu er emas. Kim bu yerda yana Altron ham bor, hammasini kiydiroq. Kim bunaqa bor? Bunaqa narsalar bor. 10 ta hali uzuk, chamadon, hammasini birma-ketma ko'rib chiqamiz. Birinchi kostyumlardan boshlaymiz. Kostyumlar juda ko'p, hammasini ko'rsatishdan unchalik vaqt yetmaydi. Shuning uchun ham Mark 1 ni ko'rsataman, eng zo'rlari qilib. Reaktor o'rnatib olaylik, bo'lmasa ishlamay qoladi. Bo'ldi. Mana do'stlar, Mark 1. To'g'risi, unchalik tez yuguradi deya olmayman. Lekin juda zo'r. Uni qobiliyatlari ham bor. Birinchi qobiliyat olov. Ikkinchi qobiliyati bunaqa granata. Zo'rmikin do'stlar? Mana bunday ko'rsataydi mana. Birta mum bo'lsa urun oladi. Granata kerakchi. Mark 1 buni ko'rdinglar. Endi yana boshqa kostyumlar ham bor. Masalan, Mark 2, Mark 3 ular ko'rsatgan, mana ko'rmayapman. Hamma kostyumlar ko'rchi bir xil. Men sizlarga bir xilligini isbotlash uchun bir ikkitasini olib sizlarga ko'rsataman hozir. Masalan, bir ikkitasini olaydi, hammasini emas, bir ikkitasini. Eng особый animatsiyasi borlar oxirida. Yo superiorda ham o'g'loriylik bo'lib kerak ko'rsatamizda. Keyin jang mashinasi, mana ko'rsataman do'stlar. Qaranglar, birinchi mana kostyumdan boshlaymiz. Mana bunday kostyum. Chiroyli deb o'ylayman. Bu yerda hamma kostyumlar bor. Mana kostyum bor, keyin animatsiyasi bor. Qancha tushundinglar, hammasini animatsiyasi bir xil. Buniki ham maytdan yuraydan boshlanadi, undan keyin tarqab ketadi sekin tanaga. Va bu yerda rangi boshqacha xolos. Mana bu ham chiroyli. Keyin bunaqasi bor. Bu boshqa. Bu halgindaqa. Qora temir odam. Hamma tanisa kerak. Keyin bular qora temir odamni to'xtatinglar, mana bular otishlik. Hamma bilsa kerak. Mana bu yerda qobiliyatlari, ark reaktor qo'nayotganlari, lekin qora temir odam orqasi bilan pushkasi bor, shuni qanday olsanglar bo'ladi? Mana maytga o'tasizlar. Maytdan narsalar bor. Bu temir odam narsalar, bu temir odam nano texnologiyalari. Buni keyinroq ko'rsataman. Buni maligi mana kelensani va mana var mashina, ya'ni urush mashinasini mana qanchasi. Shuni unutasizlar. 3 ta qobiliyat qo'shimcha. Birinchisi dubinka, ikkinchisi bilan avtomat. Keyin buni tanlashinglar ham mumkin. Hozir shuni tursin. O'tirib bunday bossanglar, tanlash mumkin. Agar bunday qilib qo'ysanglar, hozir ko'rsataman. Qaranglar. Keyin yana sizlarga zo'r farq ko'rsataman. Mana ekran paydo bo'ladi. Keyin o'tirib bunday qilsanglar, ba'zida o'xshamay qoladi. Nimaga deyman? O'tirib bunday qilish uchun avval mana bu narsani ko'rasizlar, shular esa maytda chega turibdi-yu, shularsa bunday bosasizlar qizil bo'ladi. Undan keyin o'tirsanglar ishlaydi. Ungacha ishlamaydi. Shundan keyin qobiliyatlar tashlash mumkin. Bizlar bomba. Orqalarda haligi narsa ishlatadi. Juda yaxshi ishlamayapti bombasi. Keyin bunaqa narsalar. Mana orqada ko'rinyapti mana. Hoppa, mana ko'rdinglarmi? Keyin bunaqa narsasi bor. Jon to'plab beradigan. Keyin mana bunday narsalari bor. O'zingizlar tushunib olasizlar. Taq. Lazer yuraydan. O'tirasizlar, bunday ham harganda bo'lish kerak. Ko'k qizil bo'lsa keyin ishlaydi. Keyin yurayda ham ikkita versiyasi bor. Bunaqa versiyasi bor. Turoli. Bunaqa versiyasi bor. Tors portlatadigan. Keyin ikkinchi versiyasi bor, yurayda ham. Hozir. Qisht lazer chiqaradi bunday qilib. Hop, ko'rsataman do'stlar. Mana normal nurron oladi mana. Mana seni ko'rsataman mol. Ikkinchilik, bu videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki meni videomni ko'rayotgan odamlar kanalimga obuna bo'lmaganlar 96%. Bu videoni ko'rayotgan odamlar 96% men kanalimga obuna bo'lmagan. O'tirib olsanglar, bunda ham xuddi shunaqa qobiliyatlar chiqadi. Masalan, lazer. Mana ko'ringlarmi? Xolos. Avtomat taq. Bu yoqni o'zingizlar tushunib olasizlar. Keyin yana nimalar bor? Keyin temir odam degan xuddi shunaqasilar bor.
Любой bitta temirdan kostyum olamiz. Masalan, endi animirованiylarga o'tsak. Mana 40 kun olamiz va mana chamadonni olamiz. Chamadonni temirdan ikkini ko'rganlar tanigan bo'lsa kerak. Bu chamadonni birinchi chamadondan boshlaymiz. Hop, unutamiz. Keyin kuch kiydik. Juda chiroyli. Kaç animatsiya juda zo'r do'stlar. Keyingisi bu Mark 42. Mana 3 kilo kinodaqa mana juda animatsiyasi chiroyli. Endi animatsiya ko'rsatib o'tirmayman. Keyin lobitikasini olasizlar. Mana kiydilar deylik. Ular shunday kiyasizlar. Keyin maytda qo'shimcha mana aksessuarlar bor, qo'shimcha qobiliyatlar va bu nano qo'shimcha texnologiyalar. Birinchi xush qilasizlar. O'tirib olasizlar. Mana qizil bo'lish kerak bo'lsa ishlamaydi. Mana bossizlar ko'k va qizil bo'ladi. Shu qizil qilib qo'yasizlar. Birinchi o'rinda o'tirasizlar. Mana loyitda narsani olasizlar, bosib turasizlar, maytda chiqadi versiyalar. Bunaqa versiyasi bor. Xush qilishlar, tanslar jangda ko'rgan bo'lsanglar keyin nano bunaqa qo'lqoplar. Bu yer durish uchun magator ishlamayapti. Lekin dushmanlar ursa kerak narsani bu bilan. Normal urinadi. Keyin ham avtomatlar. Toq o'tasizlar. Bossizlar keyin bular boshqa narsalarga beradi. Masalan, temirdan har qaskorlar 3 ko'rgan bo'lsanglar, mana buni shunaqa chiqadi mana qaranglar. Ko'rasizlarmi? Luboy shu qo'y masalan. Ko'rasizlarmi? Lazer chiqadi bundan ham. Ular keyin o'tirib olasizlar yana, keyin oxirgisi bunaqa. Granata chiqaradi kirchi. Janchalik zo'r emas lekin. Keyin mana bu qalqon. Bosib tursanglar mana qalqonlar chiqadi. Kuchli bosasizlar qalqon. Keyingi qalqon. Ular o'zingizlar o'rganib olasizlar do'stlar. Va bundan tashqari bu yerda bunaqa narsalar ham bor. Buni ko'rsataman hozir. Bu uzuklar sizlarga qobiliyat beradi. Bunisi bunaqa qalqon, bu elektr chaqmoq. Bu bunaqa ring haliginda qarasa, bu arvohga aylantirib qo'yadi vaqtinchalikka. Shunga buni ishlatmay qo'yaman. Bu bunaqa ko'k narsa, qilasizlar. Bu ham bunaqa qobiliyatlar. O'zingizlar qo'ygan o'zingizlar ko'rib olasizlar. Mayt yana bir ikkitasi bor, lekin ular o'zingizlar ishlatganda ko'rib olasizlar. Modni men Telegram kanalimdan topib, chunki modni meni TG kanalimdan olasizlar. Keyin bunaqa reaktor bor. Bu temirdan dushmananiki, eslichu. Bash temirdan dushmanning maytda kiyimi ham bor. Qani shumi? Yo'q, bu mana. Temirdan dushmanning kiyimi va temirdan hargina dushmanning hargina qobiliyati. Bunaqa lazerlar chiqaradi. Tars kiyganda qo'qasizlar, ko'ringchi. Keyin buning hali beti ham bor, niqobi. Bunaqa. Mana bunday so'zlar, bosib tursanglar qobiliyatlar ishlaydi. Tors. Keyin bunaqa qobiliyat bor. Tors, keyin mana bunisi. Mana keslaysiz. Tors qilasizlar. Ishlamay qoling. Kaç bittular ro'latda любой mob. Keyin bu yerda undan tashqari boshqa narsalar ham bor. Masalan, buni olib turamiz va yana bu yerda Altronda qobiliyatlari bor. Bunaqa yarim Altron bo'lasizlar va Altronda qobiliyatlarini beradi. Agar videolar juda kerak bo'ladi. Qalqon, bunaqa kalla qo'shimcha. Qo'shimcha robotlar, o'q otasizlar, ular ham o'tadi. Lazer, qilich, charge. Keyin Altronda bunaqa versiyasi ham bor. Shu qobiliyatlar olgandan keyin shu mamni kiyasizlar, keyin haqiqiy Altronga aylanasizlar. Mana qarang. Haqiqiy Altron. Qalqon, xullas hammasi tashlab endi haqiqiy Altronga aylanasizlar. Bunda chala Altron, robot odam, unda haqiqiy. Shu bilan modimiz ham oxiriga kelib qolyapti. Undan tashqari sizlar ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar, mana bunday narsalar ham bor. Bu kostyum emas, do'stlar. Bosib turasizlar, bosib ekranga turasizlar, bunday bosib, undan keyin bunaqa mob chiqadi. Buni tuxumga o'xshab bunday qilib qo'yishlar chiqmaydi. Bosib turasizlar. Keyin bunaqa mikrochip bo'ladi, shuni prichit qilasizlar. Bu hali kuchayib qolganmisizlar shunaqa. Keyin buni CD qilishinglar mumkin, CD qilsanglar o'chib qoladi, fsat qilsanglar turadi. Keyin kimdir masalan ursanglar, masalan, mana qo'yib ursanglar bir marta. Keyin kim ursanglar shuni uradi, короче. Mana siz uraylikda. Mana. Ko'rsam, kim ursanglar shuni uradi. Bu qoladigan, kuchlilarga o'xshaydi. Vaqtinchalik sizlar o'chirib turishga majburman. Sidet. Do'stlar, endi keyingilari, keyin bitib moblar ham bor, dushmanlar, bosslar. Mana moblar, mana bu do'stlar. Va mana bu. O'sh birinchi. Bu bunaqa narsa, shuni vijvanya qilsanglar bo'ladi va buning yordamida kostyumlar yaratasizlar. Craft Iron Man kostyum va mayta kostyumlar. Undan tashqari VIP'ga o'tsanglar, mayta Iron Man harinda qo'shimcha nanotexnologiyali narsalar ham bor. Keyingisi bu mandarin, bu bilan ursanglar bo'ladi, boss bu. Keyin yana bunaqa kuchsiz Altron bor. Qaskorlar filmida ko'rgan bo'lsa kerak hamma buni. Keyin
Buni Ultronda askarlar bor bunaqa va haqiqiy mutant Ultron bor, kuchli. Mana bunaqadan mindiga aylandi. Undan tashqari mana men bor, Vilqash. Hali Temurdan ikkisini ko'rgan bo'lsanglar kerak, xuddi shundagi dushman. Hammasini ko'rsatdim do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu moddagi men sizlarga hamma narsani ko'rsatdim. Hatto Temurdanning hozir qaniydi? Eng kuchli kostyumigacha. Eng chiroyli va eng kuchli bo'lgan kostyumi Mark 40 ni ham ko'rsatdim. Mana qaranglar. Kuch kelyapti. Bu. Mana qobiliyatlar, material texnologiya hammasini ko'rsatdim. Tuxumlar, mablar va hatto mana deb boqib qolish mumkin bo'lgan narsalar ham bor edi. Qani chekerada qolib ketibdi. O'chirib qo'ydi, mashinaga turishibdi. Hammasini ko'rsatdim. Bosslar, urush mumkin bo'lgan qobiliyatlar, ishlatasizlar, taq va buni hammasini men Telegram kanalimdan tortishingiz mumkin. Shu bilan video tugadi. Hammaga xayr do'stlar.